Mana shunaqa sifatli qo'ylarni bizdan juda ko'p kishi so'ragan. Ko'rib olaveramiz, bo'ylari ham ancha baland, holatlarini qaranglar. Bu yoqdagi ham bir-biridan farqlanmaydi akalar. Sizlarga faqat yaqinroqdan ko'rsataylik deb ikkitasini ushlab turibmiz. Hammasi mana shunday bir-biridan farqlanmaydigan, bo'y-baslari ham ancha kelishgan bo'lgan. Mana shuna qo'ylarimiz keldi akalar. Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Tugal mahallasiga Surxondaryoni barakali qo'ylarni olib kelishibdi akalarimiz. Akalar laykni ayamaymiz. Hamma ma'lumotlarni sizlarga yetkazib boraveramiz akalar. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz. Akalar sizlar uchun mana shunaqa sifatli bo'lgan, toza hisorni zo'rlari, bo'y-baslari ancha kelishgan, ranglarini ham qaranglar akalar. Umuman bir yoqimsiz svet yo'q, kashtan qora qirq bo'lgan mana shunaqa qo'ylarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz akalar. Akalar laykni ayamaymiz. Maza qilib mol qilaman, ko'paytiraman deydigan akalarimiz uchun mana puli ham arzoni, o'zi sifatlisi, xudo xolasa ichida qo'chqor yurgan topib qo'ydi akalar. Endi buni soni nechta, yeb ichish qanday, sog'ligi qanday, hamma ma'lumotlarni sayt aka bilan sizlarga yetkazaveramiz. Akalar laykni ayamaymiz, kommentariyada yaxshi niyat bilan yozib qo'yaylik. Yaxshi niyat yozgan akalarimizni uylarida mana shunaqa sifatli, bir-biridan baland, holatlari zo'r bo'lgan chorva mollardan minglab, millionlab bo'laversin akalar. Endi mana ko'rdik, haqiqatan sifatli ma'lumotlar sizlar uchun berib boraveradi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Turobjon, sog'lig'ingizdan charchamayapsiz. Rahmat aka, o'zi yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah. Aka, Alloh baraka bersin. Ko'ryapman, o'zimni ham havasim ketyapti aka. Umringizga baraka bersin. Bir-biridan zo'r aka. Bir tekis mol ekan. Bironta bir ichida kichkinasini men ko'rmadim. Bugun juda go'zal mol. Men maqtamayman, molni xalq maqtasin, men maqtamayman molni. Shunday. Molni ko'rib olishaversin. Hek gap, aka joningiz sog' bo'lsin. Bunaqa qo'ylarni uncha-muncha joydan topib bo'lmay qoldi aka. Qashqadaryoning molni Qashqadaryo zonasida topib bo'lmay qoldi. Bozorlarda o'zingiz ko'ryapsiz, ko'rsatyapsiz bozorlar xalqqa ham. Lekin bunday mol topish qiyin bo'lyapti. Qiyin bo'lyapti aka, rostdan. Aka, endi bu Surxondaryoni qo'yi. Asl Surxondaryo moli siqrab. Mana akalar, Surxondaryoni mollari yetib keldi akalar. Endi aka buni soni nechta? Soni o'zi 20 boshgina siqrab. 20 boshqa. Ozgina. Bir obunacha ketadi. Tuyoqlargacha ko'rsating, qarang, qanday dalani mollar. Dalani mol ekan akalar, yerga yotmagan, mana tuyoqlarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Qorin taylaganlarni ko'rsating, qorinlarni. Mana akalar, qorin o'zi shunday ko'rinib turibdi. Chorvani biladigan akalarimiz o'zi bilyapti aka, qanday mol ko'rayotganini. Bu yoqda bir oddiy qo'ymas aka, haqiqiy hisorini tozasi desak bo'ladi aka. Endi bular hali o'zuvchan. Yana ham o'sadi. Nasib bo'lsa yana bitta tug'atda xudo xolasa bu yil 1 metrga qarab mana akalar, inshaalloh. Buni ko'rsating, aralab ko'rsating, siqrab bitta ichida. Mana. Past qo'shilgani yo'q qo'ydi ichida, ko'rsating. Mana akalar. Hammasini ko'rib olaveramiz. Ko'rsatavering mana. Bu yerda bir kichkinasi, yoqimsiz, svetigacha daji terma qilib taylangan. Mana akalar, hammamizga nasib qilsin. Sifatlarini ko'ryapmiz akalar. Bu yerda bir oddiy qo'y emas. Hammasi chiroyli bo'lgan mana shunaqa bo'y bas. Har tarafga udar bo'lgan terma qo'ylar. Aka, endi buni maqtasak bir kunimiz yetmaydi aka. Shunday molni maqtamayman, xalq maqtasin. Shunday. Olishsin, baraka topishsin, aytganingiz kelsin. Bir qo'ra mol bo'lsin. Mana akalar. Atari bo'lib ketsin deyvering aka bular. Bir otar mol bo'lsin, erta rahmat aytishsin. Shunday bo'lsin. Aka, buni bunday qilaylik. Endi aka, asosiy joy narx-navosida. Narxi bugun juda go'zal bo'ladi. Qo'yi zo'r. Narxini ancha past qilamizmi endi aka? Bugun juda go'zal bo'ladi. 500 ming arzon bo'ladi, siqrob. Akalar ko'ryapmiz. Cho'chimasdan aytur 500 ming arzon bo'ladi. Xudo xolasa mana ko'ryapmiz. Bozordan 500 ming arzoniga beraman deyaptilar. Endi o'shani isbotini ham akam bilan sekinlik bilan sizlarga yetkazaveramiz. Aka, sog'ligida bironta muammosi bormi? Sog'ligida 10 kungacha garantiya, siqrob. Yemasa, ichmasa bizniki bu. Mana akalar, yemasa, ichmasa xudo xolasa qaytarib beraverasizlar. Indamay oladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shunday. Aka, xarajatigacha beramiz. Xarajatigacha berilar ekan, kerak bo'lsa. Aka, buni bo'lmasa yana bitta narsasida, buni sog'ligi zo'r ekan. Ichida qo'chqor yurgani baribir. Endi men ko'ryapman, qorin tashib qolgan ko'pi. Siqrob, ko'pi yilni ham to'ldirib jo'nagan jonivorda. Men bo'g'oz demayman. Xalq ko'rib olishsin. Shunday. Kelib ko'rib tekshirib olinglar akalar. Tekshirib olishsin. Men bemalol, lekin molim maqtaganday bo'laman, bo'g'oz desam. Lekin o'zi ko'rinib turibdi. Shunday. Ba'zilar ancha qorin taylab bilinib qoldi aka. O'zi ko'rinib turibdi mol. Aka, bo'lmasa buni bunday qilaylik. Hozir qo'ruq gap bilan bo'lmaydi. Buni asosiy joylarini ham gaplashib olaylik. Gapiraversak, maqtaversak mol yaxshi ko'rinib ketaveradi. Akalar, ko'rsating bo'ldi. Kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni yozinglar. Qo'y haqiqatan sifatli, a'lo sifatdagi qo'ylar akalar. Maqtamasdan, borini aytinglar, mana shunday chiroyli qo'ylarni. Mana shu qo'yim past mayda degan qo'yim. O'sha 70 dan balandmi deyman? 70 dan balandga olaversin. Boring 70 olsa ham. 70 ga olsin shu qo'yim, eng mayda degan qo'yim. Bitta shu qo'yim bor, qarang ichida. Yorib ko'rsating mana. Mana aka. So'rab ko'rsating. Erta xalq norozi bo'lmadi mana qarang. Bitta ham ichida yomon qo'y qo'shilmagan. Mana akalar. Xudo xolasa, buni ichida yomon qo'yni o'zi tugul, bo'yi pasti ham yo'q akalar. Bu 60-65 degan gap yo'q. Bitta 70 shu atrofdagisi bor ekan. Qolgan hammasi bo'ylari ancha baland, yirik mana shunaqa, qo'l oyog'i cho'zi, inshaalloh yana o'suvchan. Bular hali to'qli akalar. 2 tish bo'lishdan boshlab ketdi bu yoq 4-6 tishgacha zo'r o'sadi. Shunday o'sadi aka. Aka, endi buni asosiy joyi, dastavkasini ham bir
So'rab olaylik endi. Dastavka O'zbekiston bo'ylab so'rab, uyi bo'lsa bo'ldi, manzilda aytishsin bo'ldi. Gap yo'q. Akalar mana ko'ryapmiz, dastavka O'zbekiston bo'ylab bo'ldi akalar. Simjirligini qarang. Ya simjirligi zo'r aka. O'zi tulaydigan mana shunaqa qirq. Endi isbot uchun mana shuni ko'rsatib qo'yaylik. O'zi mana tulab ketibdi o'zi bu. Haydi, tulab bo'lgan jonim. Qaysi shart? Mana dummalardan bular ham tulayapti akalar, ko'rib olaveramiz. Qarang. Dummalarni ko'rsating. Birorta ichida bir anasi dummasi yo'q. Hammasi tikka dumma. Tikka dumma mana, qarang. Molni kashtanli. Mana akalar. Gap yo'q. Aka endi bozordan 500 ming arzon qilaman dedingiz. 500 ming arzon bo'ladi, javob bugun suhrob. Bo'lmasa bir o'zingizdan narx-navosini eshitaylik. Qashqadaryo bozorlarida narxlar ancha baland. Shuning uchun bir kelishtirib o'zingiz bir yengilroq qilib 5 million so'mdan qilib beraman O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. 5 million so'm. Uyi bo'lsa zo'r narx manzil bo'lsa. Aka zo'r narx sal baland bo'lyapti. Qo'yingizga nisbatan yaxshi narx. Deysan, sen bari obunachidan. Yo'q, aka gapni ochig'i sal baland bo'lyapti-da. Hozir buni 5 million qo'ysak aka u bo'lmaydi-da. Odamlar qo'yapti, 50-2 qo'yapti. Odamlarni qo'ying aka. Siz bilan biz gapni ochiq bir qarindosh. Mana. Ko'rsat, qorinni ko'rsat mana. Ko'rib olaveramiz. Qorinni qara. Aka qorinlari zo'r. Yo'q, gap qo'yda emas aka. Narxiga nisbatan faqat sal talashamiz. Odamlar qo'yib 5,5 million, 6 million ham qo'yapti, kecha ko'rdim. Yo'q, bo'lyapti aka. Ularni qo'ying aka. Ko'p kishiga biz o'zimiz ko'z ana qilamiz. Ko'p kishiga men narx tushiraylik deyman, ko'p kishi uncha tushunmayapti. Aytgan narxga qo'yaver deb yorishyapti-da. Shuning uchun aka sizga sal bir gapim o'tadi, qarindoshimiz bu yog'i. Shuning uchun aka tushiraylik buni. Hozir buni bu narxga qo'ysak sal baland-da. Menga qolsa shu joyini olib tashlasiz, xurob. 4,5 dan qo'yaylik aka. Yo'q, to'g'ri. 4,5 dan qo'yaylik. Hozir o'ldirasiz. Yo'q, aka, molingizni past ko'rishmas aka, o'zi bilasiz xarakterim. Men birovni o'zi molini past ko'rmayman aka. Sal pastroq bo'ldi, xurob. Ya endi past. Xalqqa qarab ayt, bozorga qarab ayt bo'ldi. Biroz gapingiz yo'q demayman. 46 qo'yaylik aka. Ya, xurob. Mayli endi bozorga qarab ayt deganingiz uchun 4,600 dan. Bozorga 4,600 ming shunday qo'ydim bittasini. Ya endi bunday bo'lmasa sal bundan pastroqini oladi-da aka. Bunday qo'y o'zi bozorlarda kirayotgan ham. 4,600 dan. Bo'lam aka, shu 4,600 dan qo'yaylik, 46 dan olgan odam bir maza qilib duo qilsin siz bilan bizdagi. Ya o'zi ham duo qilishadi, asli. Xudo xolasa. Duo qilishadi, Xudo xolasa duo qilishadi. Aka 4,600 yaxshi bo'ldi. Keling baraka qilaylik shunga. Yo'q, 4,600 suhrob kam bo'ladi. Aka, kamini Xudo to'ldiradi. Siz kam deb bering, shunisi baraka bor. Suhrob 4,600 kam. Bo'pti, 4,700 dan qo'yamiz. Bo'ladimi? Mana 100 ming. Endi undan baland sal baland bo'ladi aka. Suhrob, men ham yo'martmayman. 50 ming, 100 ming demayman. 200 mingdan o'tib beraman. 5 dan. 5 dan 200 mingdan o'tib beraman. Yana ham bir gap. Dastavkasini qilib beraman Toshkentgacha. Dastavkasi ham o'shancha ketdi. Toshkentgacha dastavkasi ham bor. Narx keyin qo'shildi, sal dastavkasiga qo'shamiz degan. Yo bo'lmasa 50 yillik qilamiz degan gap bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Toshkentgacha 8 ming so'mdan o'zi olib ketish, o'zim olib borib beraman. 20 tasini bir qo'lga olganda. Kam 15 ta olganda yana 100 ming qilay, yana 100 ming tushaylik deb o'zlari olib ketsin. Masalan 4,700 dan o'zi boy men aytgan narxga borib qolyapti-da aka. 4,700 mingni o'zlari olib ketsin. Shunday qilsa bo'ladimi? Sen ham ko'rdim. Gap yo'q. Mana akalar, xudo xolasa 4,700 ming so'mdan o'zlari olib ketasizlar. 4,800 ming so'mdan uylaringizgacha xudo xolasa olib borib beriladi. Endi Toshkent shahargacha, Toshkent viloyatgacha deyishdi. Endi aka bu yoq Andijon, Namangan, Farg'onali akalar. Andijon, Namangan, Farg'onaga telefon qilishda qo'rq qaytarmayman, olib borib beraman. Gap yo'q. Mana akalar, xudo xolasa dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bo'ldi akalar. Sen o'zingga telefon qilishsa olib borib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Nomer pastda turibdi, tezroq telefon qilib baraka qilamiz. Holatiga baho beringlar. Haqiqatan bir yirik, bo'ybasti ham kelishgan, maza qilib mol qilinadigan sifatli qo'ylarimiz keldi akalar. Endi tezroq nomer qoldirganmiz, telefon qilib baraka qilish qoldi. Qo'ldan kelguncha akalar sizlar uchun mana shu narx-navoni tushirishga harakat qilyapmiz. Endi laykni gumillatib, bemalol kommentariyalarda yaxshi niyatlaringizni yozaveringlar. Biz siz uchun mana shunaqa sifatli chorvani ko'rsatishga davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.